بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizlar, Ramazon oyini har bir daqiqasidan, har bir soniyasidan musulmon odam nihoyatda yaxshi foydalanishi kerak. Shuning uchun mana bugun taroveh vaqtlarimiz bemalol 8:30da boshlangani uchun vaqtimiz qolyapti. Ramazonga doir bo'lgan masalalar haqida vaqt boricha aytib o'tamiz. Ham ilm bo'ladi, ham Ramazonni o'zida ishlagandan keyin bu narsa tatbiq bo'ladida, yaxshi esda qoladi. Bu Durrul Muxtor kitoblarida mana shu masalalar keltiriladi. Hanafiy mazhabini mo'tamad bo'lgan, e'tiborli bo'lgan kitoblardan sanaladi. Shunda Ramazon haqida quyidagi gaplar bor ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Savm Ramazon fariidatun ala kulli muslimin aqilin balighin adaan va qadaan. Va savm an-nadr wal kaffara wajibun wa ma siwahu naflun. Ramazon ro'zasi har bir musulmon aqlli, balog'atga yetgan kishi uchun ado qilishligi ham, qazo qilinishligi ham farz bo'lgan ibodatdir. Ya'ni diqqat qilaylik, matnlar shunday bo'ladiki, matnlar to'laligicha bir ma'noni o'zida qamrab oladi, lekin juda ham qisqa bo'ladi. Ramazon ro'zasini tutishlik oqil degani jinni emas degani, esi bor degani. Jinni odamlar, ya'ni aqli yo'q bo'lgan odamlar bu taklifdan nima bo'ladi? Soqit bo'ladi. Jinni odamlarga farz emas. Ikkinchisi boligh. Balog'atga yetishlik o'g'il bolalarda ehtilom bo'lishlik bilan, ya'ni tushida bulg'anib qolishlik bilan bo'ladi. Bu hozirda 14, 15 balki undan oldinroq 13 yoshlarda bo'lishligi mumkin. Mana shu yoshda unga farz bo'ladi. Qiz bolalarda esa hayz ko'rgandan boshlab ular balog'atga yetgan sanaladi va mana shundan farz bo'ladi. Xo'p, undan oldin tutib bo'lmaydimi desa, undan oldin tutsa bo'ladi. Tutsa bu nima bo'ladi? Savob bo'ladi. Va hattoki shuni savobi ota-onalarga bo'ladi degan gaplar ham bor kitoblarda. Bu ado va qazoan deyapti. Ya'ni Ramazon oyida ado qilib tutadigan bo'lsa, shu bandani zimmasidan soqit bo'ladi. Qazoan degani shu tutolmay qolgan bo'lsa, endi qazosini tutishlik ham farz bo'ladi. Chunki uni zimmasidan soqit bo'lmaydi. Savm nazr val kafarat vajibun. Nazr ro'zalar. Misol uchun, ey Allohim, meni farzandim musofirlikka yuribdi. Kelsa, men bir ro'za tutib beraman 3 kun. Yoki mana bu ishim bitib qolsa, ro'za tutib beraman. Yo falonchi tuzalib ketsa, ro'za tutib beraman desa, bu nazr bo'ladi. Kafforat bir jinoyat qilib qo'yganda, shu jinoyatni qoplashlik uchun ro'za tutib beriladi. Mana shunday ro'zalar bu vojib bo'ladi. Va masibaku, shundan boshqa hamma ro'zalar, misol uchun dushanba, payshanba kun tutiladigan ro'zalar yoki oyning 13, 14, 15-ida tutiladigan ro'zalar, bular hammasi nafl bo'ladi. Demak, ro'za necha turga bo'lar ekan? 3 ta turga bo'linadi. Farz, vojib va nafl ro'za. Va savmul aydan va ayyamut tashriq haromun. Ikkita hayit kunida, Ramazon va Qurbon hayit kunlarida ro'za tutishlik va ayyamut tashrih kunlari hayitdan keyingi, Qurbon hayitidan keyin 11, 12, 13 kunlar. Shu kunlarda ro'za tutadigan bo'lsa, kim musulmon odam ro'za tutadigan bo'lsa, bu harom bo'ladi. Nima uchun? Chunki hayit kunlari musulmonlar uchun yeb ichadigan, xursandchilik qiladigan kunlar sanaladi. Mana shu kunlarda kim ro'za tutadigan bo'lsa, bu harom. Ro'za tutib bo'lmaydi. والنذر المعين يجوز بنية من الليل وإلى نصف النهار. Nazr muayyan bo'lgan nazr ro'zalar, ikkinchi turga kiradigan ro'zalar, bular kechani avvalidan, kechadan
toinki kunduz kunni yarmigacha niyat qilsa joiz bo'laveradi. Misol uchun, ertaga men nazr ro'za tutaman deb bugun oqshom niyat qilsam, ertalab turib ro'za bo'lib qolaman ekan. Endi uxlab qoldim, ertalab uyg'ondim. Ertalab uyg'ondimda nazr ro'zamni shu bugun tutsam deb niyat qilsam, to choshgoh vaqtlarigacha, mana shu vaqtlarda nima bo'ladi? Nisfun nahor, kunni yarmi debdi. Demak, mana shungacha niyat qilsam, bu niyat bilan nazr ro'zalarini tutsak bo'ladi. Va bi mutlaqin niyat, mutlaq niyat bilan umuman ro'za tutaman deb qo'ysa yoki bi niyatin nafl ro'zani niyat qilishlik bilan tutsa ham, bular ham xuddi shunday kechani avvalidan niyat qilsangiz ham bo'ladi. Mabodo ertalab uyg'onib qoldingiz yo soat 7, 8, 9, 10 larda ro'za tutgis kelib qoldi. Hech narsa yemagansiz lekin. Men bugun ro'zaman desangiz, mana shu niyat bilan ro'za joiz bo'ladi. والنفل يجوز بنية من النهار ويجوز صوم رمضان بنية واجب آخر وباقي الصوم لا يجوز إلا بنية معينة من الليل. Endi hozir aytganimizdek, nafl ro'zalar kechasida avvalida qilsangiz yaxshi, mabodo qila olmay qolsangiz, shu bugun ham tutsangiz nima bo'laveradi? Bo'laveradi. Endi Ramazonning ro'zasi boshqa bir vojib niyati bilan tutsangiz ham Ramazondan bo'laveradi. Tushunarlimi? Chunki Ramazonning ichida boshqa ro'za sig'maydi. Shuning uchun o'sha Ramazondan bo'lib hisob bo'lib ketaveradi ekan, boshqa bir vojib niyat bilan tutgan bo'lsangiz ham Ramazondan deb sanalib ketadi. Endi boshqa ro'zalarchi? Boshqa ro'zalar faqatgina kechasi niyatini tayin qilganingizdan keyingina joiz bo'ladi. Misol, boyna aytdik-ku, nafl tutasizmi yoki qazo tutasizmi yoki nazr ro'zani tutasizmi? Bularni avval oqshomda men ertaga nazr ro'zani tutmoqchiman, men ertaga nafl ro'za tutmoqchiman, men ertaga falon ro'za tutmoqchiman deb kechani avvalida niyat qilishlik bilan durust bo'ladi. والمريض والمسافر في رمضان إنما واجبا آخر وقع عنه وإلا وقع عن رمضان. Endi ikkita kishi bor. Bittasi kasal, bittasi musofir. Bu kishilar Ramazon oyida boshqa bir vojib ro'zani tutaman desalar, vojibni aytdi yuqorida, bir nazrni, yoki bir kafforatni tutaman desalar, bularni shu niyatlari o'sha ro'zadan joiz bo'ladi. Ya'ni Ramazonda ichida bo'lsa ham ularga o'sha vojib boshqa bir nazr ro'zani niyat qilsalar o'taveradi. Nima uchun desa, chunki Ramazon ro'zasi musofir bilan kasal odamdan soqit bo'ladi. Endi bular o'z ixtiyori bilan boshqa ro'zani tutaman desalar, bulardan o'zi aslida soqit edi. Boshqa ro'zani niyat qilsalar, bulardan o'sha boshqa ro'za joiz bo'laveradi. Magaram niyat qilmasalar, Ramazondan bu hisoblanib ketaveradi. Ya'ni Ramazonning ro'zasidan bo'ladi-da, ular nima bo'ladi? Keyinchalik bir kuniga bir kun tutib bermaydi. Agar buni boshqa bir vojibni niyat qilgan bo'lsalar, bu Ramazon nima bo'ladi? Musofir bo'lganliklari, kasal bo'lganliklari sababli Ramazon o'tgandan keyin yoki muqim bo'lganlaridan keyin yoki tuzalganlaridan keyin bir kunga bir kun tutib beradi. Tushunarlimi? Va vaqtu as-sawm min tulu'il fajr ath-thani ila ghurub ash-shams. Endi ro'zani vaqti qachon bo'ladi? Ro'zani vaqti ikkinchi tongni yorishligidan toinki quyoshni botimigacha vaqt bo'ladi deydi. Ikkinchi tong deb ikkita subh bor, ya'ni ikkita tong bor. Bittasi subh kazib deydi, yolg'onchi tong, ikkinchisi subh sodiq deydi, rost tong. Uni qanday bilamiz desa, mana shu saharlik vaqtlari bir qarasangiz, o'shandan oldinroq yorug'lik pastdan yuqoriga qarab chiqadi. Bir yorishadi shunaqasiga. Keyin yo'qoladi yorug'lik.
hamma yoq qorong'i bo'ladi. Keyin subhu sodiq boshlanadi. Bu uzunga qarab chiqqan yorug'lik, bunga aldanmaslik kerak. Subhi kozib bo'ladi, yolg'onchi yorug'lik bo'ladi. Keyin subhi sodiq haqiqiy tong otadi. Haqiqiy tong tepaga qarab emas, yonga qarab yoyiladi. Atrofga qarasangiz hamma tomon birday nima bo'ladi? Yorishadi. Demak, bizning saharlik vaqtimiz qachon bo'ladi? Oxiri mana shu subhi sodiq. Shu subhi sodiq ko'tarildimi, biz yer ishni to'xtatishimiz kerak. Qachongacha desa, quyosh o'zini nimasiga botadigan o'rniga botganidan boshlab mana shu vaqtgacha ro'zani vaqti bo'ladi. Shundan to'yinki subhi sodiqgacha bo'lgan vaqt yer ishadigan vaqt sanaladi. Ro'za nima degani? وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية بشرط الطهارة عن الحيض والنفاس. Ro'za degani yemoqdan, ichmoqdan va ayoli bilan birga bo'lishlikdan niyat bilan to'xtashlik. Va uni sharti pokiza bo'lishlik. Bu ayollarga tegishli. Nimadan pokiza bo'lishlik? Hayzdan va nifosdan. Shundan bilinadiki, bu matndan hayz va nifos bo'lgan ayollarga ro'za farz emas. Ulardan ro'za soqit bo'ladi. Keyin ular uni qazosini tutib beradi. ومن جامع أو جومع في أحد السبيلين عامدا أو أكل أو شرب عامدا غذاء أو دواء وهو صائم في رمضان عليه القضاء والكفارة مثل المضاهية. Bir kishi jimo qilsa yoki jimo qildirilsa, jimo degani erkak va ayolni, xotinni bir-biri bilan qo'shilishligi. Bundan murod erkak ham, ayol ham nazarda tutilyapti. Qasddan, ya'ni qasddan atayin shunday qilsa, yoki yeb ichsa bir ovqat bo'ladigan narsa yoki davo bo'ladigan, dori bo'ladigan narsani ro'zaligini bilib ataylab nima qilsa, dori ichsa yoki ovqat yeb qo'ysa yoki yuqorida aytgan xotinlik ishini qilsa, bu odamga endi qazo va kafforat lozim bo'ladi, xuddi muzohirga o'xshab deydi. Muzohir degani zihor degani. Qadimda agar kishi o'zini ayoli bilan yashashlikni istamasa, u ayoliga aytar ediki, seni beling meni onamni beliga o'xshaydi derdi. Hech kim onasini belini ushlamaydi-ku. Onamni beli kabi harom degani. Bu zihor deydi. Shunda u xotin ikkalasi ajrashadi. Islom kelgandan keyin bu narsa noto'g'ri ekanligi, ajrashmoqchi bo'lsa, bir taloq, ikki taloq, uch taloq bilan ajrash kerakligi hukmlari tushib, bu qilingan ishlarga nima deyildi? Kafforat berishlik aytildi. Kafforat nima desa, bir qulni ozod qilishlik yoki quli bo'lmasa, unga kuchi yetmaydigan bo'lsa, 2 oy paydarpay, ketma-ket orada bir kun ham qoldirmasdan ro'za tutib berishlik. U ham bo'lmasa 60 ta miskinni taomlantirishlik hukmi nozil bo'ldi. Bu yerda aytilyaptiki, kimda-kim ro'zani qasddan ochadigan bo'lsa, ro'zaligini biladi, shu narsa ro'zani ochishligini ham biladi, ataylab shu ishlarni qiladigan bo'lsa, u endi nima bo'ladi? Xuddi muzohir kabi kafforat to'laydi. 2 oy paydarpay nima qiladi? Ro'za tutib beradi deyiladi. Vaqtimiz nihoyasiga yetib qoldi. Inshaalloh ertaga bu suhbatni davom ettiramiz. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Va oxir da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.